Amerikada team driver bo'lib ishlayotgan truck driverlari bizning kompaniyada Lionstar kompaniyasida qancha pul ishlab topishyapti? Real hayotda men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bret, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Assalomu alaykum. Bizga team driver nech pul topganini ko'rsatib bera olasizmi? Mana statement bor ekan. Bu team driveri. Da. Bu team driveringiz. James Figure bilan Victor driverlar. Hop, qaysi nech pulga yukla qilgan? Ko'raylik. Hop, bular mana birinchi yuki Nebraska, Massachusetts bo'lgan. Da, $5000. Keyingi yuki Massachusetts, Colorado bo'lgan. 4200. Keyingi yuki Colorado, Washington bo'lgan. 2600. Keyingi yuki Washington, Ohio bo'lgan. 4700. Bir haftada umumiy $16500 gross qilgan. Gap yo'q, zo'r. Team driverlar. Zo'r natija menimcha. Bu driverlar kompaniya driver bo'lgan va bular mash puldan $5775 ni o'ziga foyda qilib olgan. Ko'rib turganingizda bizda team driverlar qancha pul topayotganini ko'rdinglar. Agar sizlar ham team driver bo'lib ishga kirmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin va shuncha pul sizlar ham ishlab topishinglar mumkin.